Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadi bir ayol ko'p serial ko'rishga o'rganib qolgan, tavba qiladi, yana ko'rib qo'yadi. Bundan qanday qilib qutula oladi? O'ziga kundalik qandaydir jazolar tayinlashi mumkinmi? Masalan, qanchadir sahifa kitob o'qish yoki qandaydir bir vazifani bajarish. Yo'q, u kitob o'qishlikda o'ziga jazo qilish bilan bundan qutulolmaydi. Nima qilish kerak? Yengilrog'iga ko'chish kerak birinchi bosqichda. Ya'ni, masalan, hozir ko'rayotgan seriallar, o'lim-kuydim seriallar bo'lsa agar, endi tarixiy seriallarga o'tsin. Islomiy deb atashadi-ku, ya'ni seriallar. Bu narsalar bor-ku hozir. Ana shunga o'tsin. Buni qayerdan olyapmiz desak, masalan, aroq harom qilinganda, aroq ichma deb shunday jazolarni qo'llab tashlab, aroq ichganni olib kir, ur, o'ldir, qo'lini kes, boshini chop deyilsa, odamlar to'xtarmidi shundan? Oysha onamiz aytganlar-ku, yo'q, to'xtamasdi. Shuning uchun nima qilingan shariatda? Birinchi masalan, namoz vaqtida ichma degan. Undan ham avval o'zi yaxshi emas bu degan. Foydasi ham bor, zarari ham bor degan. Keyin sekin-sekin olib kelib namoz vaqtida ichma degan. Namoz vaqtidan keyin oxiri mutlaq harom qilgan. Keyin jazo qo'llagan. Jazo oxirgi bosqichda keladi. Biz hozir shu birinchi o'rinda jazoni boshlaymiz. Yo'q, unaqa emas. Jazo eng oxirida keladi. Axoffud dararayn deyiladi shariatda. Bir narsani qarab, zarari kichkinarog'iga o'tilinadi. Keyin o'sha yuqoridagi narsani tark qilgandan keyin bunisini tark qilish o'zi ungacha iymoni ancha rivojlangan bo'ladi, osonroq bo'ladi unga. Yengilroq bo'ladi uni tashlash. Bu nimaga o'xshaydi? Masalan, bir odam tosh ko'tarsa, bir 50 kilolik toshni ko'targandan keyin 10 kilolik toshni ko'tarib tashlash hech narsa emas bo'lib qoladi unga. Chunki u 50 kiloni ko'tardi-da u. Mana bu ham shunga o'xshaydi demoqchiman. U yomonroq narsadan yengilga o'tgandan keyin yengilni tashlash unga hech narsa emas bo'lib qoladi. U o'z-o'zidan o'shangacha iymoni rivojlanib va qanoati hosil bo'lib tashlab oladi keyin shuni. Shuning uchun mana chekadigan odamlar tashlashligi uchun chekishdan keyin boshqa narsaga o'tkazishadi. Mana nashavandlarni yengilrog'iga qilib, bo'lmasa birdaniga uni sug'urib ololmaydi narkotikdan. Shunaqa qilib sekinlik bilan olib chiqilinadi. Bu ham shunday demoqchiman. Mana shunaqangi ishlarni qilib, badil ya'ni evaz. Keyin inson imkon qadar bo'sh vaqtini qoldirmasligi. O'zini foydali ishlar bilan mashg'ul qilish kerak. Yolg'iz qolmaslik kerak. Hamma narsa shundan chiqadi, yolg'izlikdan. Bekorchidan xudo bezor deydi. Shuning uchun nafs ammaro bis-suv deyilgan mana. Tinimsiz yomonlikka buyurib turadi. Agar bir soniya bo'sh qolsa odam bo'ldi, nafs yomonlikka buyuradi. Bu istisnosiz. Ibn Qoyyim rahimahulloh shuncha aytganlar. Nafsga eng katta balo bo'shlik. Bo'shlik degani ya'ni bekorchilik. Chunki uni Alloh ammaro bis-suv deb nomladi. Yomonlikka tinmay buyuradi. Ammaro degani mubolag'a siyg'a. Masalan, bugungi nima muzlatkichni arab tilida sallaja deydi. Bu nima degani? U tinmay muzlatadi, ishi shu. Illo simdan uzib qo'ysangiz uchadi, bo'lmasa muzlataveradi. Nafs ana shunaqa siyg'ada keldi ana qarang. Ammaro bis-suv. Tinmay yomonlikka buyuradi degani. To'xtamaydi u. Uyla uzib qo'ysangiz uchadi. Uzib qo'yish uni ana shu bekor qoldirmaslik bilan mashg'ul qilish bilan bo'ladi. Keyin mana shu siz aytgan narsalar, o'sha mashg'ul qilish insonni o'zini o'zi siz aytgan narsalar bilan ham bo'ladi. Kitob o'qishga o'zini o'zi undash va hokazo. Foydali narsalar ko'rish imkon qadar, masalan, hujjatlik filmlar degan narsalar bor bugun. Ya'ni tabiat haqida, hayvonot olami, koinotlar, osmonlar nima bilandir inson o'zini g'arizasini qondirib turish kerak. Buni iloji yo'q. Masalan, 24 soat o'tirib kitob o'qivermaysiz. Hech kim unaqa qila olmaydi. Alloh tanlagan vaqtda bandalar bordir. Lekin aksarimiz unaqa qila olmaymiz. O'z imkon qadar inson o'zini o'sha muboh doirada nafsini qondirishga harakat qilish kerak. Bo'lmasa mana shu o'tlab ketadi nafs. Allohu alam.